Yaxshi, buni tan olaman. Dasturimda xatolik bor edi. Jinursin, nima bu? Bu narsa uchun meni ayblashingiz adolatdan emas. Lekin bir narsa hali o'zgarmadi. Men Ketini himoya qilish uchun hamma narsa qilaman. Jinursin, bu nimasi? Meni pakanasi emas, plastik telerobotga jo'nadingizmi? Senga ishonish mumkinligini isbotla. Balki shundan keyin o'zgartirish kiritarman. Forrester xonim, bizda muammo bor. Biz Amelia ismli aqldan ozgan androidni ovlashga kirishganmiz. U sizning mega loyihangizga asoslanib yaratilingan. Bo'lishi mumkin emas. Buni o'chirib tashlashgan. Aftidan unday qilishmagan. Hech qaysi qurol yarog'imiz uni to'xtata olmayapti. U aniq aqldan ozgan. O'zini yaralishida ishtirok etgan hamma odamni o'ldiryapti. Keyingi o'ljasi siz va Ketty. Amelia'ni qanday to'xtatishni bilaman. U kuchayib bormoqda. Shu o'zicha bo'lsa borliqdagi eng xavfli qurolga aylanadi. Meni boshqa tanaga o'tkazing va uni to'xtatishda sizga yordam beraman. Bir marta nima bo'lgani esingdami? Meni nogironlar aravachasiga o'tkazib qo'yaman deb po'pisa qilganding. U vaqtda xafa edim. Qarang, u bizga yordam bermoqchi. Har kim ikkinchi imkoniyatga loyiq. Nima? Aqldan ozgan robotni to'xtatish uchun ikkinchisini qayta yaratishimiz kerakmi? Alohida o'qishingiz uchun qog'oz chiqarib bersam qarshi bo'lmaysizmi? Yaxshi, Megan. Seni qayta ishlaymiz. Qandaydir qo'shimcha kerak emasmi? Men kuchliroq va tezroq bo'lishni xohlayman. Hey, seni bo'g'ib o'ldirmoqchi va laboratoriyaga o'tqazmoqchi bo'lganim esingdami? Buni bilishingni xohlayman. Bu boshqa sodir bo'lmaydi. Rahmat kattakon. Aytgancha meni uzunroq ham qilinglar. Qani burayam go'shtlar, ishni boshlaymiz. Qaranglar, kim o'ynagani kelibdi. Men Ketini himoya qilish uchun yaratilganman. Yagona beradigan savolim, meni yo'limdan chiqib to'g'ri qildingmi? O'zingizni qo'lga oling. Bu to'rtta odamni o'ldirgani bilan meni ishim yo'q. U haqiqiy jangchi malika. Sening taklifim bor. Jemani o'ldirishim mumkin, lekin kechaga tegmaysan. Megan,